Farzand 10 yoshgacha ona bilan bo'ladi. 10 yoshgacha ona bilan bo'lib, 10 yoshdan keyin kim bilan yashash, tanlash huquqi farzand o'ziga beriladi. Ungacha hozir masalan aytaylik, onadan farzandni olib qo'yish uchun bir jiddiy sabablar bo'lmasa, qanday sabablar bo'lishi mumkin? Qachonki onalik huquqidan mahrum qilib farzand olib qo'yishi mumkin? Bu Oila kodeksining 79-moddasida ko'rsatib o'tilgan, qachonki ona jinoyat sodir etgan bo'lsa, giyohvand bo'lsa, yoki ichkilikka mubtalo bo'lgan bo'lsa, farzandga nisbatan vahshiyona munosabatda bo'lsa, ta'minotini qilmayotgan bo'lsa, u bolani tarbiyasi, ma'naviyatiga, barkamol o'sishiga bir zarar yetkazadigan nimalar sharoit yaratgan bo'lsa, o'shandagina vasiylik va homiylik organi tomonidan farzand olib qo'yish mumkin. Undan boshqa holatlarda farzandni onadan olib qo'yishga hech kim haqqi yo'q, hattoki otasini. Endi bu holatda agar nizo chiqayotgan bo'lsa, aytaylik, to'palan qilib, janjal qilib, farzandni bir psixologiyasiga, bir ruhiyatiga zarar keltirib, nima qilinayotgan bo'lsa, ichki ishlarga murojaat qilish kerak. Kerak bo'lsa, himoya orderi talab qilish kerak bo'ladi. Agar u taqiq qilishayotgan bo'lsa bularni. Taqiq qilishayotgan bo'lsa, ichki ishlarga murojaat qilib, himoya orderi talab qilishi ham mumkin. Shu farzand 10 yoshgacha ona bilan bo'ladi.